Assalomu alaykum barchaga. Mana Titan samovarlarimiz o'z egalariga ketyapti. Tayyor holatda qilib berdik. Krayniklarni o'rnatib, orqalariga ham kraynigini o'rnatib berdik. Ishlatib bo'lgandan keyin suv chiqitadigan joyi bu. Materiali nerjanka, zanglamaydigan materiallardan. Akalarimiz 3 ta olishdi. Arendaga berishar ekan. To'ylarga, ehsonlarga, arendaga beriladi. Kimda kim nima biznes qilay ekan deb o'ylab yurgan bo'lsa, mana tayyor biznes. Yiliga bittasi 10 milliondan 15 milliongacha foyda keltiraveradi. Pastiv daromad bo'ladi bu. Sotuvda yana bor samovarlarimiz. Litrga keladigan bo'lsak, bular 120 litrli, keyin 100 litrli. Ikki xil rangida bor. Nerjankasi bor, keyin nerjanka oqi bor, keyin sarig'i bor. Sifati a'lo darajada. Narxi xudo xolasa hamyonbop, qulay. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Imkon qadar qo'ldan kelgancha yetkazib tayyorlab beramiz.